Inna lillahi va inna ilayhi rojiun. Allohdan keldik va Allohga qaytamiz. Lekin biz bilmaymiz bu omonatjonni qachon va qayerda taslim qilishimizni. Musofirda yurgan har bir musulmonning bir so'nggi orzusi bo'lar ekan, bu 2 metr kafanga o'ranish va biron bir musulmonlar qo'yiladigan mozorlikka dafn qilinish. Bugungi kunda xabarlaringiz bor, Cincinnati, Ohio hududida juda katta o'zbek jamoasi shakllanyapti. Kimdir jonini ajali yetgan bu omonatjonni shu yerda taslim qilyapti. Kimnidir o'ligi yurtga qaytarilyapti. Kimdir ota-onalarini shu yerga ko'mishni o'zlari xohlashyapti. Kimnidir majburlikdan jo'nata olmagandan majburlikdan shu yerga dafn qilinishlikka majbur bo'lishyapti. Bilasizlar, bu yurtlarda dafn marosimlari o'tkazish juda bir bosh og'riqli masala. Shuning uchun bugun biz Dayton shahri Ohio hududida joylashgan bir mozorlikka keldik. Bu mozorlik vaqtida O'zbekistondan ko'chib kelgan turk birodarlarimiz tomonidan tashkil etilgan ekan. Xo'p, mozorlikka mas'ul shaxslar bilan ko'rishdik, gaplashdik. Dafn marosimlari bilan qandaydir yumushlaringiz tushsa, Cincinnati va Dayton atrofida yashovchi vatandoshlarimiz uchun qo'llaridan kelgan barcha yordamni qilishga roziliklarini bildirishdi. Pastda bular telefon raqamlarini va ushbu mozorlikni manzilini qoldiraman va ushbu videoni shu Ohioda yashovchi vatandoshlaringizga jo'natib qo'ying, zora manfaatli bo'lsa.